Azizlar, biz hozir mana Qarshi tuman Batosh xo'jaligi dalalardamiz. Bu fermerda dalasida mana g'alla ekilgan. Ko'rib turibsizlar. Ichida mana fermerda mollari yuribdi. Fermerda nomi Bekki ekan. Qarshi magistral kanali yonida joylashgan. Mana bu tomonda magistral kanal. Mana g'alla ekilgan. Bollari mana bemalol o'tlar yuribdi. Rahbarlar qayerga qarayapti? Tushunmadim. Mana mollar yuribdi. Bu tomonda paxta ekilgan, paxtaning ichiga ham yuradi mollari. Mana g'alla ichida to'liq mollar yeb yuribdi. Mana yetilib qolgan, tayyor bo'lgan xalq rizqini yeb molga yediryapti azizlar. Rahbarlar chora ko'radi deb umid qilamiz endi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. 5-6 ta mol bemalol g'alla poyada yuribdi.